3 yil ichida ikkita shtraf olsangiz yoki qanaqadir narusheniya uchun hatto ogohlantirish olsangiz ham mana shu podpunkt bilan zapret qo'yilishi mumkin. Keyingi zapret bu podpunkt 4 statiya 26 fezi 114. Bu podpunkt bilan qanday holatlarda zapret qo'yiladi? 3 yil ichida 2 va undan ortiq ma'muriy javobgarlikda tortilganda. Ya'ni 3 yil ichida ikkita shtraf olsangiz yoki qanaqadir narusheniya uchun hatto ogohlantirish olsangiz ham mana shu podpunkt bilan zapret qo'yilishi mumkin. Misol uchun, GAI xodimi 2 marta jarima yozsa yoki yo'ldan noto'g'ri joydan o'tganingiz uchun jarima olsangiz. Ya'ni har qanday jarima mana shu ikkita jarima mana shu podpunkt bilan zapret qo'yilishiga sabab bo'lishi mumkin va bu jarima 3 yil ichida ikkita bo'lsa yetarli. Taqiq muddati qancha? Oxirgi jarima kuchga kirgan kundan 3 yil hisoblanadi. Ya'ni oxirgi olgan shtrafingizdan 3 yil hisoblanadi. Qanday holatlarda bekor qilinadi? Agar umuman jarima olmagan bo'lsangiz yoki 3 yil ichida bitta jarima olgan bo'lsangiz, bekor qilsa bo'ladi. 2 jarima 1 kun ichida yoki 10 kun ichida olingan bo'lsa, bunda ham bekor qilinsa bo'ladi. Sababi 1 kun ichida ikkita shtraf olsangiz, neodnokratna degan talab bo'lmaydi. Ya'ni bir necha marta, ya'ni takroran siz jinoyat qilmaganligingiz uchun, narusheniya qilmaganligingiz uchun buni bekor qilsa bo'ladi. Agar 1 kun ichida ikkita shtraf olsangiz yoki 10 kun ichida ikkita shtraf olgan bo'lsangiz, bekor qilsa bo'ladi. Oxirgi bu asos, bu agar yaqin qarindoshlarda Rossiya fuqaroligi bor bo'lsa, bekor qilishga urinish mumkin. Agar sizda yoki yaqinlaringizda zapret bor bo'lsa, bizga murojaat qiling. Bekor qilish imkoniyati bor yoki yo'qligini ko'rib chiqib aytamiz. Agar boshqa zapret turi bilan zapret qo'yilgan bo'lsa, profilimizga o'ting. Har bir zapret turi haqida batafsil ma'lumot berganmiz.